An Hisham, an Abihi. 267 hadis. Hisham o'zining abisidan, ya'ni o'zining atisidan xabar etadi. Anna Aishata qalat lin-nabi, Aisha radhiyallohu anhu, ya'ni payg'ambarimizning xotini payg'ambarimizga bir vaqt aytadi: "Ya Rasululloh, ey Allohning elchisi, kullu nisaikum laha kunyatun g'ayri." Sening barliq xotinlarining da kunyasi bor, lekin mening gina kunyam yo'q deydi. Narsa ul kunya? Kunya ul qo'shamat tugul. Ani ko'p kishi qo'shamat amati. Kunya qo'shamat tugul. Kunya ul kishilarni ayırу uchun onun malayi endi bir tug'ani bilan ismin boshqalardan ayırırlar. Masalan, Abu Muhammad deb, Muhammadning atisi. Endi masalan, Kulsum, Kulsumning anisi. Endi Amina, Aminaning anisi. Ya'ni Arablar o'zlarini shunday kunya oladigan bo'lganlar. Kunya oladigan bo'lganlar. Faqala laka Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ham Allohning elchisi Aishaga aytadi: iqtani bi ibnika Abdullah, bi ibniki Abdullah. Ya'ni o'zingga Abdullahning anisi, ya'ni Abdullah deb o'zingga kunya oldi. Ya'ni Ibn Zubayr, ya'ni Abdullah Aisha radhiyallohu anhuning tug'ani bo'lar. Aishaning bir tug'anining o'g'li bo'lar. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu Abdullahni o'zingga kunya etib oldi. Anti Abdullah, yarar sen Abdullah bo'lasan deb shulay deb kunya berib payg'ambarimiz Aishaga. قال فكان يقال لها عبد الله حتى عبد الله حتى ماتت. Ham Aishaga aytadilar, o'lganchiga qadar, ya'ni umri davrida anga Abdullah deb indisha turgan bolalar, sahobalar ham boshqalar. Walam talid qattin. Ham bilanisha Aisha radhiyallohu anhuning bir bolasi, ya'ni u bola topmay, uning bolasi bo'lmay, lekin Abdullahning anisi deb o'zina kunya olash. Shunga ko'ra kunya olу masalasida kunya olу o'zina ul bizning sunnat amallardan olib turadi. Agarda sening maloying bor ekan, masalan Muhammad ismini o'zingga Abu Muhammad deb olasan kunya. Qizing bor ekan, masalan Zaynab ismini Zaynabning anisi deb o'zingga kunya olasan. Hatto maloying bo'lmasa da, qizing bo'lmasa da, baribir o'zingga masalan Abu Abdurrahman deb, hatto maloying bo'lmagan shota o'zingga kunya ola olasan. Ha? Как? نعم ابن ده مش можно. طيب دوام etamiz.